Bugun yangi mijoz qo'shishni ko'rib chiqamiz. Demak, yangi mijoz qo'shish tugmasini bosamiz. Mijozni ismi. Misol uchun hop Alijon Valiyev bo'lsin. Ismlarni to'g'ri yozishga harakat qilish kerak. Agar noto'g'ri yozib qo'ysa, keyinchalik qidirib topishda muammo bo'ladi. Hop, mijozda telefon raqami, mijozlar har biri telefon raqam orqali telefon raqamiga qarab tartiblanadi. Shu har bitta telefon raqamiga ikkita mijozni biriktirib bo'lmaydi. Ya'ni o'sha har bitta mijozni telefon raqami alohida bo'lishi kerak bo'ladi. Sabab telefon raqami orqali topish ham qulay bo'ladi. Adresini yozish mumkin. Misol uchun Qo'qonboy qishlog'i deylik. Rasm. Hozir bizda nima ochilyapti? Ekran ochilyapti. Aslida telefonda shu kamera ochiladi. Xohlagan odamingizni o'sha mijozingizda rasmni olib qo'yish mumkin. Rasmni ko'rsatish bosilsa, demak, mijozda rasmi ko'rinib turadi. Hop, keyingi qism, demak, yangi mijoz qo'shish uchun bizdan buyum olgani kelgan. Shuning uchun kamida bir dona buyum qo'shish kerak. Bo'lmasa yangi mijoz qo'shib bo'lmaydi. Bu yerda ochilsa, demak, bizning buyumlarimiz ko'rinib turadi. 1.75 lesadan 2 dona oldi. Endi qo'shimcha ma'lumot bo'lsa, shuni yozib qo'yiladi. Misol uchun oyog'ini o'zi bitta lesaga ikkitadan oyoq ketadi. Misol uchun oyoq bitta kam oldi deb qo'yamiz. Shunga o'xshagan har qanday ma'lumot yozish mumkin. Qo'shildi. Hop, mana birligidan qo'shib qo'yaylik. 3 ta oldi. Hop, tasdiqlashni bosilsa, demak, yangi xodim mijoz qo'shiladi. Mana demak, bu yerda mijozi demak rasmi bor, kateter ko'rish mumkin. Telefon raqami, adresi hamda mana buni bosilsa, demak, mijozi buyum hisoblari. Mana bu yerda mana sozlamalari bor. Demak, kassaga to'lov qilish bor. Xarajat, qo'shimcha xarajat yozish bor. Buyum qo'shish bor hamda mijoz tafsilotlari bo'ladi. Bular alohida ko'rib chiqamiz.